Dana, sen Ilya Topurya'nın jangini ko'rding. U bunday ajoyib jangdan keyin pound for pound reytingida Islom Maxachevdan o'tib keta oladimi? Nima deb o'ylaysan? Ha, bu juda ajoyib savol bo'ldi. Ilya Topuria Oliveirani hafta davomida birinchi raundda nokaut qilishini aytib keldi va buni ustidan chiqdi. Bu bola juda ajoyib. Uning boksingi, kurashi, hammasi ajoyib unda. Ha, u haqiqiy yulduz. Zarba taraflama qaraganda u Volkanovski, Holloway va Oliveirani 3 ta sobiq chempionni nokautga uchratdi. Nima deb o'ylaysan? U vazn toifasidan qat'iy nazar eng kuchli udar egasimi? Bilmadim, unda juda ajoyib 3 ta g'alabali seriya bor. U juda kuchli 3 ta jangchini nokaut qildi. U eng kuchli zarba egasimi? Bilmadim. Lekin yuqoridagi vaznga ko'tarilib, birinchi raundda o'zi aytgandek, Charles Oliveirani nokaut qilishi juda hayratlanarli. Ilya, sening oktagonga qaytishing uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Sen shu vaznda bir necha kamar himoyasi qilmoqchimisan yoki Islom Maxachevning orqasidan yuqoridagi vaznga o'tib ketmoqchimisan? Men yil oxirigacha tayyor bo'la olaman. Agar UFC menga qo'ng'iroq qilib, sen bizga yilning oxirida keraksan desa, men albatta yilning oxirigacha tayyor bo'laman. Har qanday jangchiga qarshi. Jangning boshida Charles Oliveira seni oyog'ingni ushlab olganda, u seni submit qilishga yaqinmidi? Yo'q, u hattoki yaqin ham kelmadi. Men uni yerga yiqitishimga biroz qoldi. Men uning yuziga qaradim. U og'riqni his qilayotgandi. Men o'rnimdan turdim, chunki bilardim men uni stand-upda bemalol yiqita olardim. Nima deb o'ylaysan? Sen hozir pound for pound reytingida birinchi o'rinda bo'lishing kerakmi? Bugun Pantoja ham jang qildi va u ham ajoyib jang o'tkazdi. Lekin Islom Maxachev hozir birinchi o'rinda. Sen nima deb o'ylaysan? Sen birinchi o'ringa chiqishing kerakmi? Pound for pound reytingda aytmoqchimisan? Menga bu reytingning umuman qizig'i yo'q. Ular meni qayerga qo'yishlarini umuman qizig'i yo'q. Ilya, Paddy Pimblett bugungi jangidan keyin oktagonga chiqdi va sen bilan yuzma-yuz keldi. Nima deb o'ylaysan? Arman Sarukian, Justin Gage'lar turganda sen bu jangni xohlaysanmi? Ha, albatta men bu jangni juda xohlayman. Chunki Charles Oliveira bilan bu juda qiyin bo'ldi. Chunki u juda yaxshi yigit, men uni yoqtiraman. Uni yomon ko'ra olmadim. Chunki u doim oilasi bilan, do'stlari uning atrofida. U hammani hurmat qiladi. Paddy Pimblettga kelsak, u bilan men uni yomon ko'ra olaman va unga qarshi jang juda ajoyib o'tadi. Men bundan rohatlanaman. Lekin Charles Oliveirani nokaut qilish men uchun juda qiyin bo'ldi.